qanchalik xush kelibsizlar. Albatta bu 5-7 sinflar qabulida mana shu yerda o'qigan ustozlarimizni juda ham xizmatlari buyuk. Qancha o'quvchilarimiz qilolmasdan qaytib ketib xatolar juda ko'p bo'lgan. O'qituvchim mening anbarim mening, hayot yo'llaridan sarbarim mening. Bir umr nimaga yashab o'tsa, yerdan deb o'ylab yashab o'tsa, mening chiroyi arqimda bo'ldi. Ta'limiga va kelajagiga befarq bo'lmagan, mehr va fidoyilik bilan mehnat qilayotgan siz kabi ustozlarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Dunyo berayotgan fidoyi ustoz sifatida chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz deya ushbu tashakkurnoma bilan Sulaymonova Nigora taqdirlanadi.